Mebel markazi hamda Mirzo Mebel kanali sizlarga usta Ne'matullo akani savdo qiladigan joyga yetib keldik. Sizlarga mumkin narxlarda, albatta chiroyli narxlarda eng sifatli mahsulotlarni yetkazib berishi bilan kelishamiz. Hozir uchun biz videoda albatta narxlari video davomida aytib o'tamiz. Qani bismillah. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ne'matullo aka, tuzimsiz? Aka, mana Andijon Mebel markazi hamda Mirzo Mebel kanali obunachilar uchun chiroyli narxlarda obzor qilib beraylik. Obunachilarimiz bundan xursand bo'lishsin, aka. Chiroyli qilib optim narxlarda chiqarib berasiz. Bizning kanalimiz Vohadan, Qirg'izistondan, Qozog'iston qolaversa uzoq davlatdagi yurtdoshlarimiz ko'ryapti-da buni. Chiroyli holatda qilaramiz. Xo'p. Narxlari, qanday mahsulotda ishlab chiqarilganini tanishtirib o'tasiz endi. Mana sondig'imiz Anjan Foson deyiladi, ham oldi ham tepasi ochiladi bu. Ko'rpan tushilmaydi, finalliklar foydalana oladi. Bu sondig'imizni 900 ming so'm deyapmiz bunisini. Yo'q, demak, bitta optim narxini ayting, boshqa so'ramaydi. 800 ming, undan kami yo'q. Kami yo'q. Uzuni 126 ga 55. Bozorda eng katta sondig'i bu. Xudo xolasa. Mana ular Toshkent Foson charishli rangi. Bo'ladigan narxi optim. 3 talik sotiladi troykada. Ha, komplet. 3 talikni komplet narxi 2 million 200 ming so'm beramiz. Bu ishlarimizda xonasi rohatda afsala qilingan. Mana qajalari ham tekis, yana kironkalarimiz apparatda bosilgan. Halinaqa oddiy dazmolda bosilmaydi, aka. Apparatda bosilgan. Ishtibosi cho'p ishlangan. 3 talik bu. Bu narsani anaqasiga Akrilmi? Akrilli. Hop, akriligimiz nechi pul aka? Akrilliga 2 million 300 ming so'm, 100 ming so'm rasa qiladi bu bilan farq. Ha. Narxini sal chiroyli qilib boshqatdan bitta ayting. Shahar ichida dastlab. Shahar ichida dastlabkasi bo'ladi. Yana bizning kanalimizdan chiqsa 2 million 200 qilaylik. Xudo xolasa bo'laveradi. 200 aka? Xudo xolasa. Bo'ldi. Men tushirib yuboryapman aka, yana meni so'kib yurmay videoda aka. Ham o'zimizning mehnat, sotilgani foyda. Xo'p. O'zimiz kelganmiz, hali olib sota olmasmiz. Mana molisi ham bor ekan. Bu Anjan Foson 3 talik bu. Bo'l 3 taliga. Bular 2 million 100 ming so'm. Ha, oqa 2 million 100 ming akril emasligi. Akril emas bular. Fasonida farq qiladi. Bu Toshkent Foson, bu Anjan Foson. Ha, bo'ldi aka. Fasonda farq qiladi. Bundan keyingi anaqalarimiz-chi? Bular Turesk Foson bular. Tureski fasonlar. Bular sal jo'rroq, ammo eng hadovoy mashina, eng ko'p sotilayotgan qizlarga berilayotgan shu hozirgi paytda. Ha. Bular uchtasi 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming. Qanaqa mahsulotda? MDFmi? Ha, krashinni sepilgan model. Krashinni. Shahar ichida dastlabkasi bor. Dastlabki bepul. Bepul dastlabkasi. Xo'p. Qaydagichi? Qaydagi uni akrilni oqi bu. Ha, bu akrilimizni oq varianti. Oq rangi. Buni xohlagan rangidan qilib beramiz. Oqi, qorasi, ko'ki, sarig'i, maroshlisi. Telegramimizga yozsa chiqarib beraveradi. Rasmlarni tashlaymiz, pullarni hozir yo'lda qilib beramiz inshaalloh. Xo'p. Xudo xolasa bu mana ham boshqacha Bolachalar. Bolachalar narxi-chi aka buni? Bolachalar 750 ming so'mdan, 2 bolacha. Bir donasi. Ha. Bu ham har bitta bir dona mahsulot olsa ham, 10 ta olsa ham dastlabki bepul. Dastlabki bepul. Mana olsa asonon 3 talikniki 600 ming so'm bo'ladi. Mollarni ham yaxshilab qo'ygan, bochironkalar ham apparatda bosilgan, xudo xolasa. Xo'p, usta Ne'matullo aka, sizni ishlab chiqaradigan sexingiz qayerda endi? Bizni obunachilar uchun 80 metrlik, Andijon shahar 80 metrlik joylashgan. Ha, Telegramimizga yozsa lokatsiyasini tashlab beraverasiz. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari Mirzo Mebel hamda Andijon Mebel markazi obunachilar uchun Andijon shahri ichida dastlabkasi mutlaqo bepulga kelishib qo'ydik. Bemalol murojaat qilaveringlar, albatta chiroyli narxlarda sifatli mahsulotlarni albatta sizlarga ulashadi degan umiddamiz. Aka, e'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar aka. Rahmat.